Xitay Saqchisining Iqrari bizni qanchalik o'ylantirdi? Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni ichinishli qiyin qisloqlarga olganlardan biri bo'lmish sobiq Xitay Saqchisi Jang Amerikadagi CNN to'rining ziyoratini qabul qilgan. Mazkur sobiq saqchi 3 soatlik ziyorat davomida saqchilar Xitay Kompartiyasining buyrug'iga binoan Uyg'urlarga qaratgan turli qiyin qisloq va xo'rlashlarni bayon qilgan. CNNning xabariga ko'ra, Jang navbatda Yevropada panolanayotgan bo'lib, u CNNning ziyoratini qabul qilishdan ilgari o'z salohiyatining shundaqla oshkorlamoqchi bo'lgan mazmunlarning chinligini dalillash uchun CNNga o'zining Xitoyda saqchi bo'lgan mazgildagi formasini, saqchilik kinishkalarini, rasmlarini va videolarini ko'rsatgan. Lekin Jangning oilasidagilar hali ham Xitoyda bo'lg'achqa, u e'lon qilingan ziyorat videosida ism familiyasini yoshirin tutishga majbur bo'lgan. Jangning tunishtirishicha, Xitoy Kompartiyasi 2014-yili Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qarshi bo'lginchilikka qattiq zarba berish harakatini qo'zg'agan bo'lib, hijoblangan, soqol burt qo'ygan, ko'p farzandlik bo'lganlarning hammasi Xitoy doiralarining tutqun qilish nishoniga aylangan. 2015-yili Xitoy Kompartiyasining atalmish Xinjiangga yordam qilish nomidagi bir parcha ishki hujjatida Xitoyning har qaysi o'lkalaridan 150 ming nafar saqchi ofitser qabul qilib, ularni Sharq Turkistonda terrorlikqa qarshi kurashga qatnashtirish o'tiriq qo'yilgan. Jangning boshlig'i uni atalmish Xinjiangga yordam qilishga berishga undigan va uningga Xinjiangdagi bo'lginchi kuchlar vatanni parchalashga urinmoqda. Shunga biz ularni talto'kis yo'q tutishimiz kerak degan. Ayni chaqda saqchilik qilayotganiga allaqachon 10 necha yil bo'lgan Jangmo o'sadigan fursat izlab yurgan edi. U Sharq Turkistonga borsa, maoshining bir hassa qatlanib qolmasdan, yana boshqa farovonliklardanmi bahrilanadiganligini ko'rib, bu taklifni darhol qabul qilgan. Jang Sharq Turkistonga borgandan keyin har bir saqchining qo'lida bir parchadan tutqun qilinadiganlar tizimligi borligini bayqagan. Xitoy Kompartiyasi tutqun qilingan Uyg'urlarning soni cho'qim muayyan nisbatga yetishi kerak deb shart qo'ygan. Jang ilgarimi 3-4 qatim Sharq Turkistonning o'xshamagan joylariga berib, yerlik saqchilarning Uyg'urlarni bostirishiga hamdamda bo'lgan edi. Jang bu vaqtda shundoq deydi. Bularning hammasi oldin planlangan. Shundaqli bir sistema bor bo'lib, hamma odamning diqqati bir nishonga qaratilishi kerak. Agar har qanday bir Uyg'ur tutqun qilinishni rad qilsa, yavash yumshoqlik bilan taslim bo'lmasa, saqchi qurolni uning beshiga terab turib, midirlasangli etib tashlayman deydi. Ana shu tariqada saqchilar Uyg'urlarni to'xtamay tutqun qilgan. Biz bir kechadala ularning hammasini tutqun qilatdik. Agar bu rayondagi ma'lum bir noyida tutqun qilish planlangan necha yuz odam bor bo'lsa, mushu necha yuz odamning hammasini biroqli qo'lga olmasak bo'lmaydi, deydi Jang. Albatta, saqchilarning odam tutish usullari turli tuman xil bo'ladi. Ular guruh holatida fuqarolarning uyini aqtirib, ularning kompyuter va yonfonlardagi sonliq ma'lumotlarni tushirgan va masala bor deb qaralganlarni naq maydonda qo'lga olgan. Yana ba'zi chaqlarda saqchilar aholilar komitetining nomida kent aholilarini yeniga chaqirib, ondan yig'inga qatnashqili kelganlarning hammasini biroqli qo'lga olgan. Qo'lga ilinganlarning hammasi ayol, cho'ng kichik bo'lishidan qat'iy nazar, hatto quramiga yetmagan bolalarmi nihoyatda qattiq urilgan. Jangning bildirishicha, saqchilar o'xshamagan kishilarni farqli usullarda qiynagan. Ba'zi tutqunlar saqchi kaltigi bilan urilgan bo'lsa, yana ba'zilar qulub silingan to'mir zanjirlar bilan qattiq qiynalgan. Jangning aytishicha, saqchilar gumondorlarning yuziga dastlab turib, ularni jinoyatini iqror qilishga majburlagan yoki ularning butun badallari yorilinib, yerda tizlanib, yolvurganga qadar ularni tepib, urib, dumbalgan. Ya'ni tutqunlar jinoyatini iqror qilmag'icha
qiyin qıstaq to'xtamagan. Ondan bu tutqunlar turmaga yoki jazo lagerlariga yo'llangan. Lekin Jangning bildirishicha, terrorlik jinoyati sodir qilgan deb ayblangan bu kishilarning hammasi odatdagi puhralar edi. Hech bo'lmaganda jang tutqun qilishga qatnashgan necha yuz nafar jinoyatchining hech qaysi jinoyat o'tkazmagan edi. Lekin shundoq bo'lishiga qaramasdan, ular yanala intayin ig'ir qiyin qistaqqa uchragan. Tutqun qilingan bu kishilar doim necha kunlab uxlag'ili qo'yilmagan. Shundaqla Aşı jarayonda yemek içmek berilmey qiynaladi deydi Jang. Yana ba'zi saqchilar tutqunlarni tömür yoki yog'ochdan yasalgan yo'lbos o'rindiqqa o'ltirg'izib qiynaydi ekan. Yana ba'zilari tutqunlarni to'risqa esib qo'yib ularga jinsiy zo'ravonlik qiladi ekan. Tok so'qtirdi ekan yoki jazolanuvchining yuziga lat yepib qo'yib, ondan shuning ustidan to'xtamay suv quyish orqali uni tunjiqib qilayotgandek tuyg'uga keltirib qiynaydi ekan. Tadqiqotlarda bu xil qiynash shaklining kishiga favqulodda ig'ir vahima soladiganligi qayd qilingan. Jang buningdan ilgari o'tirg'i chiqqan Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va turmalardagi jinsiy zo'ravonliklar to'g'risida saqchilar kishilarni iqror qildirmoqchi bo'lsa, ushluq do'kkaltigining bir uchiga toksimi bog'lab, toksimining yana bir uchini tutqunlarning jinsiy a'zosiga tiqidi dedi. Intayin umumlashgan yana bir hodisa shuki, turma gundupaylari mahbuslarni yangi kirgan tutqunlarga bosqinchilik qilishga va ularni xo'rlashga buyurdi ekan. Jangning bildirishicha, Xitoy Kompartiyasining kattaboshlari Sharq Turkistonni urush rayoni sifatida ko'rayotgan bo'lib, saqchilarga Uyg'urlar davlatning dushmanidir degan angni singdirgan. Shu sababdan Jangning xotirasida Sharq Turkistondagi chog'lar ba'ayni urush mezgili edi. Nurg'un saqchilar buni bir normal xizmat sifatida ko'radi. Psixikalik benormallikqa mubtalo bo'lgan ba'zi talaba saqchilar bo'lsa, so'roq jarayonida doim intayin ig'ir zo'ravonlik qiladi. Jang o'zining so'roq jarayonida pat-patla eski saqchi bo'lishga majbur bo'lganligini e'tirof qildi. Uning aytishicha, bir yil ichida 900 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa yerlik millat kishilari qo'lga ilingan bo'lg'achqa, agar yuqorining degini bo'yicha qilmasa, ummo qo'lga ilinishi mumkin ekan. Halbuki Jangning bildirishicha, garchi u eski saqchi bo'lishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u eng ig'ir darajada zo'ravonlik qilishdan saqlanganmish. Lekin shundoq bo'lishiga qaramasdan, u yanala ilgari tutqun qilingan, urilgan, qiyin qistoqqa uchirgan kishilarning yuziga qarayolmagan. Sharq Turkistondagi shu kechmish Jangning qalbida nihoyatda cho'nqur jarohat qoldirgan. Garchi u hozir Yevropada yashayotgan bo'lsa-mu, lekin Sharq Turkistondagi kechmishlari sababli uyqusizlikqa giribdor bo'lgan. Qiyin qistoqqa uchrayotgan mahbuslarning noli faryod qilayotgan holatlari uning xiyollarini chirmab, uni halokat girdobig'iga qistigan. Jangning aytganlari Sharq Turkistondagi lager turmalarda Uyg'urlar boshdan kechirayotgan fojialarning faqat kishilar ko'radigan bir qismidan iborat. Halbuki bu bizni qanchalik harakatlantiradi, qanchalik o'zgartiradi. Tartgan azoblar, to'lagan badallar bizni texmo aqlli qilmasa, texmo kuchli qilmasa, bizning yo'qotganlarimiz yo'qotgan bo'ladi.